Mana xudoga shukr, egizaklarimni ham uylantirib oldim. Ha, bolalaringdan qutuldim. Endi sendan qutulsam bo'ldi. Nima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar qizlarim, o'tiringlar. Qaysi bir edi? Bilmadim. Yo'q, ana Jim o'tiring. Nima uyg'otmadingiz? i O'z soqlamen. Kelinglar, adashib o'tirib oldinglar. Voy, uzr. Yo'q. To'xtang, xayrlashmasdan ketaverasizmi? hamma bilan xayrlashdimi? Men bilan unaqa quruq xayrlashishingiz kerak emas. Xo'p, yaxshi qoling. Kenayi. Voy, uli. Voy, eringizni niye ajrata olmaysiz olsin? Soddasiz-da. Yaxshilab e'tibor berib qarasangiz bilasiz. To'g'rimi adasi? Eringiz uyda edi, kelin. Uf, jonimizga tegib ketdi. Ikkalanglarni ajrata olmay qiynalib ketdik. Hech bo'lmasa holinglar ham yo'q-e. Holimiz bor. Faqat ko'rinmaydi-da. Oyjon, o'g'illaringizni qanaqa qilib ajratasiz? Bizga ham yordam bering, qiynalib ketdik. Voy, qiyin emas-ku, umuman bir-biriga o'xshamaydi. Mana bu Hasan. Bunisi Husan. Haqiqatan umuman o'xshamaydi. Yuring Ovsinjon, ketdik. Qayerga ketdilar? Qaynijon sizmi? Mashakingiz shunaqa jonimga tegib ketdi. Sizga o'xshab shu emas, bir sodday lattaga o'xshaydi. Bir gapirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ichingizda shuncha gapingiz yig'ilib qolgan ekan-da, xotinjon. Egizaklarni kelin qilaman deb sira ham o'ylamagandim. Bularni endi qanday ajrata olaman? Bu nima qilganingiz? Sanam. Men Zuhraman qaynaka. Men senga ko'ylagimni yuvib qo'y degandim-ku, ishga nima kiyib boraman endi? U Bahona kerak emas, ushlaman buni. Xo'p, Zuhraga berib qo'yaman. Ha, Zuhra. Voy, qo'yib oling, nima qilmoqchisiz-da? Yursang shu yoqqa. Ha, mujik. Qanaqa odamsiz, qo'yib oling. Bu senga. Faqat anu siyning ko'rmasini qolib, menga ham olib bering deb ukamga ko'zini siyligini oqizadi. Men Nima demoqchisan? yana Fatima bilan adashtirdingiz-da. Nima? Akam shuna qildimi? Ha. Yuzingga ko'ylagini otdi. Javoshul oribdi lekin. Hozir men uni gaping bormidi? Ha? Mashinangizni berib turing. Ha, o'g'illarimdan xafa bo'lmanglar. Ha, o'zlaring ham ikki xil kiyinib yursalaring bo'lardi-ku. Bo'lmaydi-da. Oyim ikkalamizni xafa bo'lmasin deb bir xil kiyim qilganlar. Ha, yaxshiroq kiyim qiling, qaynonanglar sasimasin deganlar-da. Nima? Voy. Voy, qaysi bir endi bu odam cho'chib ham qoldi. Anaqa siz Zuhramisiz? Ko'rdingiz? Menga e'tiborli emassiz. O'zingizni xotiningizni ham tanimaysiz.